bajaradi. Ushbu transportni aynan 7 yillik ish stajga ega malakali og'ir yuk ko'taruvchi kon haydovchi O'raqov Abror Hamroyevich boshqarmoqda. Mazkur transport vositasining uzunligi 9 metr, balandligi esa 4-5 metr, yuksiz og'irligi 40 tonna ekan. Nilufar opa aynan qoyil. Bitta chiroyli qarsakinglar. O'raqov Abror Hamroyevich boshqarayotgan, guvohi bo'layotganingiz va 703 rusumli old yuklagich konda bajariladigan, ya'ni tog' kon massasini rusumi Belaz 7555B saf raqami 510 bo'lgan avtoag'dargichga yuklash jarayonini ko'rsatib bermoqda. Marhamat, qanday yuklanadi? Mana tomosha qilyapsizlar azizlar, ko'rib o'zingiz guvohi bo'lyapsiz. Aynan bu transportni boshqarayotgan O'raqov Abror Hamroyevich boshqarmoqda. Biz alohida minnatdorchilik bildirib qo'yamiz va kasb bayramlari bilan tabriklab qo'yamiz. Nilufar opa, shuni ham alohida aytib o'tishimiz kerak. Bugun aynan mana shu transportlarni boshqarayotgan barcha haydovchilarimizni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Shu o'rinda Mehriddin Tog'ayev ham aynan bugungi jarayonlarni to'g'ridan-to'g'ri efirga olmoqda. Albatta. Salomat bo'linglar, boringlar. Mehriddin Tog'ayev, Algabek Ataniyazov hamda Uchquduq tumani gazetasi operatori Seydjan asosiy rollarda ertalabdan tongdan demak syomka ishlarini bajarishmoqda. Nilufar opa, davom etamiz. Hozirgi ish jarayonlarini birgalikda tomosha qilyapmiz va guvohi bo'lmoqdamiz. Biz barcha mana shu avtomobil transport boshqarmasida mehnat qilayotgan jamoani ish faoliyatlari bilan yaqindan tanishish va ko'rgazmali chiqishlarni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilmoqdamiz. Aynan bu jarayonlar aynan Uchquduq xalqiga qolaversa, bugun ko'plab mehmonlarimiz ham tashrif buyurgan. Ko'ramiz azizlar. Qobiljon, bizga hozir kuzatish juda oson, ammo boshqarish qiyin. Mana shu haybatli avtotexnikalarimiz mehnat qilayotgan avtomobil transporti boshqarmasida shunday mutaxassislar, shunday tajribaga, ko'nikmaga ega haydovchilar borki, bu ular uchun mahoratli jarayon hisoblanadi.